Assalomu alaykum. Musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Ro'zalarni tutyapsizlarmi? Ro'zalar ham boshlanib, o'sha birinchi 10 kunliklarini ham o'tkazib oldinglarmi? Biz ham yaxshi ro'zalarni tutib yuribmiz. Video boshlanishida biz birinchi Quvayt shahriga uchdik, keyin Madinaga, keyin Makkaga uchdik. Shunda hozir men videolarim o'sha Quvayt shahrida, Madinada, Makkada bo'ladi. Orada men sizlar bilan gaplashib turaman deb sizlar video ko'ringlar, men sizlar bilan gaplashib turaman. Ashuna qilib kelib oldik. Niyat qilgan hamma kelsin, sizlarni ham mashinaga yetkazsin. Ro'zalarda kelib, ro'zalarni tutib, maza qilib ibodatlarni qilib ketinglar. Hali birinchi kelganimizda samolyotdan tushdik, issiq kun, sal g'alati bo'lar ekan odam sovuqdan. Sirasi issiqga o'tib qolsangiz, boshqacha bo'lar ekan. Ashuna qilib, bu yoqda kunlar issiq, oftob. Quvaytda jichchalar bo'ldik. Yana keyin avtobusda Madina shahriga ketdik. Madina shahri, o'sha odamlar aytgandek, buni aytishadi. Boshqacha, borsangiz qolgingiz keladi, ketgingiz kelmaydi. Havosi boshqacha, hidi boshqacha, hidi rosa shirin deyishadi. Haqiqatan ham sokin, tinch, hidlari shunaqa shirin, mazza qilasizlar ekan. Biz endi ozginalar bo'ldik-da, 2 kunlar bo'ldik. Unaqa joy ko'p nima bo'lmadik, to'ymadik. Mana qisqacha aytganda. Shunaqa jimjit, sokin, shirin hidli ekan. Ketgingiz kelmaydigan, ashada qolsammi, mashada yashasammi deb o'ylanib qolasiz ekan, ishonansizchi. Narigi o'zimiz tomonlar esdan chiqib ketar ekan. Mana masjidga kirdik. Yo, shunaqa katta ekan, endi topib ketishingiz ham qiyin bo'lar ekan. Ashuna qilib ro'za tutgancha ibodatlarimizni qilib, iftorlik berishar ekan. Iftorliklarni qilib, ashuna qilib yurdik. Madinada 2 kunlar yurdik. Ko'p bo'lmadik. Ana keyin mana haligi ochiladigan tomlarni ham ko'rdik. Buni videolarda ko'rasdik. Boramikin, nasib qilamikin desdik. Bordik ham, Allohga shukr, nasib ham qildi. Sizlarga ham nasib qilsin, kelinglar, ko'ringlar. Hammani chaqirsin Allohim. Shunaqa ozoda, toza, yaxshi joylar ekan. Mazza qildik. Ashuna qilib, kun issiq, Madinada issiq emas ekan, sal sovuqroq. Bunaqa ertaman saharda, yana keyin mana qorong'ida nimaroq, sovuqroq ekan. Mana nimada, hozir mana nimada gapiryapman, men xonamizda. Bunaqa har xil shovqin suronlar eshitilishi mumkin, bo'lmaysizlar. Endi bu yerda alohida bitaqa kirib olib gapirish ham qiyin bo'lyapti. Shunaqa qilib Madina shahrini aylanib, ko'rib ketadigan kunimiz. Shunaqa qilib bu yerdan ketdik. Shunaqa uzun avtobuslar bo'lar ekan. Avtobuslarda yurasan ekan, avtobusga chiqsangiz muzdek, avtobusdan chiqsangiz issiq. Shunaqa qilib jichcha havo aldab qo'yar ekan. Shunaqa qilib komfortdan borib, komfortdan keldik deb qo'yaman avtobuslardachi. Mazza avtobuslar ekan. Baland. Shunaqa qilib nimaga ham keldik, Makka shahriga ham keldik. Mehmonxonalari ham yaxshi. Endi biz nima deydi? Bergan pulingizga qarab ekan, yaxshi, issiq suv, sovuq suv bor deganda hamma ishi mehmonxonada nima bo'lish kerak o'zi shunaqa. Nima ekan? Shunaqa qilib mehmonxonalari ham yaxshi. Unda yeydigan narsalarimiz o'zimiz bilan bu yerdan narsa olib yeganimiz yo'q. Endi keyin hali iftoriga bulochka berar ekan, qatiq berar ekan, xurmo suv berar ekan. O'zi ashim bilan ham qo'ylik so'yib qolar ekan. Ro'zani kunida juda ko'p narsa ham yeb olmaysiz. Shunaqa ekan. Shunaqa qilib yuribmiz endi. Videoga ololmayapman, chunki qo'limda bolam. Bitta qo'limda bolam, bitta qo'limda telefonim bo'lsa, ushlasam agar adashib qolishimga to'g'ri kelyapti. Ishonansanglar, odam shunaqa ko'p odam. U necha marta yo'qoldik, ishonansanglar, endi borasizlar. Endi men uyimizga yaqin. Nimaga? Haligi tog'iga borgani uyimiz yaqin.
biror ostanovkami yo 2 ostanovkami xohlasak avtobusga chiqa olamiz, xohlasak piyoda boramiz. Narsa qilib mana bu yerda iftorlikka narsalar olib kelib o'tiribmiz. Qaranglar, odam rossayam ko'p, rossayam. Birinchi kunlar unaqa haligi nima deydi, joy oldiga yaqin borolmadim. Shu 3-4 martami umra qilayotganimda keyin bordim, Ka'batullohga ushadim, qizimga ham ushatdim. Qizim ham men bilan teppa-teng umra qilyapti. Yaxshi, qiynalmayapmiz. Bola bilan kelsanglar qiynalasizlar degdi. Endi chicha qiyinchiligi bor, endi unchalik qiyin emas. Eplasa bo'ladi, hammasi yaxshi. Shunaqa qilib eplab yuribmiz. Hammanglarga duo qilyapman, shularga kelinglar, nasib qilsin. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada kutaman. Shunaqa qilib nima o'qiymiz? Xuftonda o'qiymiz. Undan keyin tahajjud deymanda. Nimasida esimdan ham chiqib qolyapti, charchab qolyapman, ishonsanglar. Taroveh o'qiymiz. Shunaqa qilib tomda tiyada o'qiymiz. Ochiq havoda, toza havoda o'qiymiz. Ichkarida joy yo'q. Odam ko'p, juda ham odam ko'p. Mana yaqindan ham mana olib qo'ydim sizlar uchun. Anchagacha yo'q bo'lib ketdim. Mana anchadan keyin video qo'yapman. Like bosib, podpiska bosib, podpishka qilasizlar degan umiddaman. Hammanglarga Makka shahridan salomlar. Hammanglarga kelish nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar.